Shuning uchun biz buni to'g'ri qabul qildik. Endi albatta bo'ladigan narsa bo'ldi. Biz o'z vazifamizni qildik har taraflama deb o'ylayman. Menga qo'yilgan vazifani bajardim. Qolgani bu o'zi nasib narsa. Biz faqat omad tilaymiz. Albatta qolib o'sha oldimizda jahon chempionati turibdi. Bu ham bitta anaqa borib ko'rib olish uchun aytganimdek, birinchidan men ham o'sha yerda bosh murabbiy bo'lib ishladim. Endi Kanavara kelgandan keyin baribir qanaqa diskomfort bo'ladi. To'g'ri, yurib qanaqadir yordamlashdim kirishib ketishiga, lekin unga ham diskomfort bo'lishi mumkin. Bolalarni oldiga o'zimga ham qanaqadir baribir o'sha yerda yurib degandan ko'ra o'zim ishlab ko'p o'yladim o'zi bu narsalarga ham, lekin o'zim mustaqil ishlaganim menimcha foydaliroq bo'ladi va yangi chaqiruvlar bor. Shuning ustidan olib borib ishlayman. Yana ham kuchli bo'lish uchun, yana ham tajribali bo'lish uchun o'zimning niyatlarim bor, maqsadlarim bor kelajak uchun. O'shaning uchun menimcha eng to'g'risi bu bo'ldi. Oktyabr oyida terma jamoaning qaydnomasi e'lon qilinganda ostida sizni familiyangiz turgandi, ya'ni o'sha Malayziyadagi yig'indan avvalgi qaydnomada. Mana hozir Fabio Cannavaro birinchi o'zi tanladi deb ayta olamizmi? Bu jarayonda ham ishtirok etdingizmi? Yo'q, ya'ni ba'zi yangiliklar bor-da bu yerda. Ko'pincha endi o'zi prinsipi birinchi anaqadan keyin yig'indan keyin o'zi ko'p narsadan oydinlik kiritildi. O'zi kimlar bor, qanaqa bor, birgalikda o'tirib o'zi savollar berdi, o'zi qaradi, kim nolni o'ynagan, hamma narsani ko'rib chiqdi. U shtabi menimcha normal kirishib ketdi. O'zi ham futboldan chiqqan, futbolda o'ynagan, yaxshi. Prinsipi muomalasi ham, o'zini ham tushlari ham yaxshi, tezda til topdik. Biz ham o'zi shtab bilan ham, o'zi umuman futbolchilar bilan ham o'shaning uchun muammo yo'q. Tezda kirishib ketdi. Hamma futbolchilarda o'sha ikkita o'yinda o'zi tanish uchun, informatsiya bo'lish uchun ancha hatto o'zi bir 80-90% futbolchilar bor edi. Hozir hamda. Shuning uchun hozir undan keyin kelgandan keyin albatta o'yinlarda yana kuzatdi, ko'p o'yinlarda ishtirok qildi, ko'rdi. O'zing uchun qaysidir o'yinchilarni yozib chiqdi, lekin baribir undan katta o'zgarish qilmadi. Yana o'sha futbolchilar bilan bu yig'inga kirdi. Albatta yangi nomlar ham bor. O'ylaymanki hali vaqti bor. Endi mana shu yig'in bo'lsin, keyin balkim yanvar oyida ham yig'in qilishi mumkin. Undan keyin martda FIFA kuni bor. Ko'rib chiqib eng optimal sostavni yig'adi deb o'ylayman. Sostav o'zi tayyor, albatta kimdir yana doполнительно qo'shishi mumkin yoki boshqa. Eng asosiy vaziyat majbur bo'lishi. Eng asosiy travma bo'lmasin, hammasi sog'lom bo'lsin, hammasi formada bo'lsin. O'sha kelayotgan, o'sha yaqinlashgan pallada hammasi joyida bo'ladi deb o'ylayman. O'zi masalan 1 oylik muloqot jarayonida asosan nimalar bilan qiziqdi? U masalan nima savollar uni qiziqtirdi? Qaysi futbolchilar haqida yoki bilamiz? Hozir masalan jarohat dedik. Jarohat olgan futbolchilar bor. Ularning o'yinini kuzatmagan bo'lishi mumkin. Siz nimalarni yetkazishga 1 oy ichida harakat qildingiz? Cannavaro to'g'ri qarorlar qabul qilsa kelajakda. Endi albatta himoyachilarimiz yo'q edi. Endi o'sha yig'inda Aliqulov bilan Husanov yo'q edi deyarli. Endi borib buni ko'rdi. Ularning endi darajasini baribir biladi, baribir ko'rib chiqdi. Undan oldin ham baribir o'yinlarni ko'rib chiqdi, terma jamoa o'yinlarini ko'rib chiqdi. Shuning uchun o'sha jarayonda baribir savollar bo'ldi. Bu pozitsiyada bu futbolchi qattiq o'ynaladi yoki jamoasida bu pozitsiyada ham o'ynar ekan degan narsalar bilan albatta men ham yordamlashsam o'ynaladi, albatta ham o'ynaladi. Bu yerda ham qo'ysam bo'ladi, ishlatsam bo'ladi. Keyinda yo'q baqa qo'yman, ko'rib ko'rsam bo'ladi. Informatsiya bo'ladi, ko'rgandan keyin bilasan deb. Ya'ni normal muloqot bo'ldi. Qo'ldan kelgancha yordamlashdim. O'zi ham professional darajada qarab, prinsipi muammo ko'rmadim, normal. Endi albatta любом случае vaqt kerak bo'ladi, lekin o'ylaymanki bu jarayonda yaxshi o'rganib chiqadi. Superligani ham baribir o'sha mavsum davomida kuzatib bordingiz. Jamoa bosh murabbiy sifatida futbolchilar nuqtai nazaridan ko'rdingiz va mana hozir biz endi takliflarni baribir sekin-sekin mana o'rtadagi muhokama qilib boryapmiz. Indoneziyani aytdik, lekin Superliga ba'zi jamoalar, ayniqsa vodiy jamoalari Kapadzeni murabbiy qilish istagida juda. Andijon juda ko'p aytilyapti. Bundan tashqari Neftchi masalasi ham bor edi, lekin ko'proq hozir Andijon nomi yangrayapti. Klublar Superligadan taklif Neftchi, Namangan bor, Lokomotiv aytilyapti. Andijon bor. Ya'ni klublar o'zimizdan chiqyapti, albatta ularda ham hozir
qayerdadir kimdir murabbiy bor, kimdir yo'q, balkim yangi sezonga qidirishyapti. Endi prям jiddiy qanaqadir gaplashilgan narsa yo'q. Просто mani xohishimni, mani niyatim bilish o'rganishdi. Qanaqada rejalar qanaqa o'zi shu tariqa yoki hozir bo'ldi taklif qilayotgan narsa yo'q. Просто rejalarimni bilishga harakat qilishdi. Endi albatta ularga aytdim, işte chet eldan kutyapman variant. Agar bo'lsa albatta chet elda o'zini sinab ko'rmoqchiman degan fikr bildirdim. Qolgani bu nasib narsa. Agar xohlasam albatta qaysidir jamoani agar oldiga yaxshi maqsad qo'ysa, olib ishlasa bo'ladi. Lekin agar xorijdan bo'lsa, endi bu ham bitta yangi tajriba bo'ladi. Men uchun yangi chaqiruv bo'ladi deb o'ylayman. Qaraymiz, bu nasib. Ustuvorlik demak baribir o'sha xorijlik takliflar. Endi hozirgi kunda shunaqa, endi qaraymiz, albatta qanaqa variant bo'ladi, nima bo'ladi. Agar unaqa biz xohlagandek, men xohlagandek variant bo'lmasa, balkim shu yerda qolib ishlasa bo'ladi. Lekin tabiiy, masalan, boya o'sha chaqiriq dedik-ku, challenge o'sha sizda shunaqa bir fikr ham o'tmaydimi? Masalan, hozir Andijon aytilyapti, boshqa deyapti. Chempionlikka da'vogar jamoalar emas, bunday olib qarasa. Lekin agar ular bilan ularni qabul qilib, o'sha natija qayd etilgan bo'lsa, bu ham bir qanaqadir kutilmagan va o'zingizni faoliyatingizdagi yangilik bo'lishi mumkin. Endi hamma tushunib turibdi, bu oson narsa emas, balkim bir yillik narsa emas, balkim bu hamma narsa albatta mablag'ga ham taqaladi, o'yinchilarda ham. Hozir kunda qaysi o'yinchilar taklif qilsa bo'ladi, kim bo'sh, kim albatta jarayon bir oylik yoki bir kunlik narsa emas, bilasizlar-da. Bitta jamoani tuzish uchun baribir vaqt kerak bo'ladi. Albatta ishonaman, har bir jamoani olsam baribir qaysidir natijani qo'lga kiritaman degan narsa bor. Lekin bu nasib narsa. O'shaning uchun qaraymiz. Hozir hamma e'tiborim albatta o'sha yangi chaqiruvlar, o'sha xorijdan yaxshi taklif bo'lsa, o'shani ko'rib chiqish. Qolganini o'ylaymanki vaqt ko'rsatadi. Hozir o'zi chempionatda ham qizg'in pallasi oxirlarida ungacha balkim ma'lum bo'ladi ko'p narsa. Natijalarga ko'p narsa bog'liq, rostdan ham. Boya o'sha Olimpiya terma jamoasi Olimpik loyihasi haqida gapirdik. Olimpikning keyingi taqdiri bilan ham qiziqyapsizmi? Masalan, bevosita Olimpik bor, keyin ikkinchi loyiha sifatida chiqqan Mobius Olimpik. Kuni kecha men o'zim o'sha Pro Liga o'yinlarini ko'rdim, sharhladim. Pro Ligada yo'llanma qo'lga kirita olmadi, Super Ligaga, ya'ni Mobius. Nima deb o'ylaysiz? Keyingi Olimpiadaga yo'llanma qo'lga kiritish jarayoni, shu loyiha qanday davom etyapti, imkoniyatlarimiz? Nima, bu jamoani ham kuzatyapsizmi? Albatta kuzatyapman. Mobiusni ham, narigi Olimpikni ham kuzatyapmiz, qarayapmiz. Hatto ham o'yinlar yaxshi darajada o'tdi deb o'ylayman. Albatta komandalar, jamoalar kamligi balkim qanaqadir anaqa ta'sir qilishi mumkin, lekin o'sha har biri bilan kerakli o'yinlarda o'tkazishdi va Lokomotiv endi favorit sifatida oson chempion bo'lib birinchi Superligaga chiqadi degan boshdan bashoratlar ham ko'rganimizdek qiynaldi. Hatto ham har bir uchrashuvda Aralga qarshi bo'lsa, Mobiusga qarshi bo'lsa yoki Fardi ham oxirida yaxshi o'yinlar bilan yodda qoldi deb bemalol aytsa bo'ladi. Ochkolarda oldi. O'shaning uchun kuzatdim, qaradim. Albatta Olimpik qayerdadir anaqalar spadlar bo'ldi, qayerdadir ochkolar yo'qotildi, lekin oxirgi o'sha bir 6-7 o'yinlarda ancha qo'shib, har bir o'yinda yaxshi ishtirok qilib, yaqin edi. Endi oxirgi turda hal bo'lgani, bu ham qiziqarli o'tdi degan bo'lsak qilsak bo'ladi, chunki kimdir 2-3 tur oldin Superligaga chiqdi, mana ikkinchi o'rin oldim degan narsa bo'lmadi. Oxirgi turgacha kurashgani, bu o'zi nasibda ham qiziqarli o'yinlar bo'ldi. Jamoalar ham bir-biriga munosib bo'ldi. Omad baribir ancha qo'shdi, bolalar o'sdi, hatto ko'rinib turibdi. Olimpikda ham albatta terma jamoaga ham, yig'inlariga ham qo'shilishyapti. Hozir ham ko'p futbolchilarni Ravshan aka chaqirdi. Endi hozir kunda Ravshan aka murabbiy o'sha terma jamoani, o'ylaymanki Ravshan akaning tajribasi yetadi. Yaxshi tayyorlash uchun vaqt ham bor. Oldimizda hozir yanvar oyida Osiyo chempionati turibdi. U yerda ham bitta yaxshi tajribani qo'lga kiritsa bo'ladi. Vaqt ko'rsatadi, albatta hali vaqt bor, lekin umid qilaman Olimpiadaga chiqishadi. 5-dekabr kuni qur'a tashlanadi Jahon chempionatiga, ya'ni o'sha 26-yil Shimoliy Amerikada bo'lib o'tadigan.
Endi hozir albatta hammasi taxmin bo'ladi, lekin sizga ham ancha qiziq bo'lsa kerak guruhimiz. Nimani istaysiz? Mana muxlislar orasida shunaqa fikrlarga ko'zim tushyaptiki, guruhimizdagi o'sha jamoalar orasida katta bir jamoa bo'lishini istashyapti. Play-offga chiqishimiz albatta xohlanyapti. Sizda qanaqa fikrlar bor? Endi men ishonaman shu gruppadan chiqishadi. Chunki albatta endi bitta kuchli jamoa aniq bo'ladi deb o'ylayapman. Chunki baribir birinchi setkada kuchli jamoalar yig'iladi. Ikkinchi setkada ham kuchsiz emas, ular ham kuchli jamoalar bo'ladi. Endi 3-4-da balkim bizga yaqinroq jamoalar bo'ladi deb o'ylayman. Kuch tarafdan. O'shaning uchun endi hozir jamoalar ko'p va 1-2 va 3-o'rin uchun ham imkoniyat bor. Yaxshida bitta o'yin balkim g'alaba qozonsak ham chiqish imkoniyati bo'ladi. O'shaning uchun umid qilamiz. O'ylaymanki, komandani kuchi yetadi, futbolchilar potensiali yetadi guruhdan chiqish uchun. Bu futbol, albatta qanaqa ketadi buni hozirdan taxmin qilish qiyin, lekin qanaqa ketadi, balkim qaysidir o'yinda g'alaba qozonib ishtiyoq ochilib, omad biz tarafda bo'lib, balkim guruhdan chiqamiz, keyin ham ketish ehtimolimiz bor. O'z qanaqadir istaklaringiz bormi? Terma jamoalar kesimida Yevropadan yoki biror raqib ma'nosida. Raqibmi? Endi unaqa qaysidir prinsipial narsa yo'q, albatta. Endi bitta raqib qaysidir to'p o'sha 5-6 dagi jamoalardan bittasi bo'lsa, o'ynab ko'rsa, menimcha yaxshi bo'ladi deb o'yladi. Endi ikki taraflama, balkim nabrot osonroq raqiblar tushsin, ularda bemalol qayerdadir durang, qayerdadir yutish imkoniyatimiz bo'ladi va guruhdan chiqish uchun yaxshiroq imkoniyat bo'ladi. Ha, ko'ramiz, kuzatamiz. Bu kuzatamiz, bu vaqt ko'rsatadi. O'ylaymanki, baribir borganga yarasha yaxshi tayyorgarlik ko'rib harakat qilishadi bolalar. Darvoqe Cannavaro kelganda himoyaviy uslub degan so'z yana ko'p yangiradida. Bir oy ishladingiz. Nimani ko'rdingiz? Himoyaviy futbol yo'q, unaqa narsa yo'q. Albatta balans bo'lishi kerak. Endi birga ishladik. Uni fikrlarini ham bildim. Unaqa katta bizda qanaqadir nima deydi, har xil fikrlash degan narsa yo'q. Bir xil futbol hamma yoqda anaqa. Albatta unaqa himoyadan yoki qayerdadir himoyalanish, qanaqa hujum qilamiz, ko'proq o'sha pressing qanaqa qilamiz degan narsa, albatta raqibdan kelib chiqib balansda ushlasa kerak deb o'ylayman. Deyarli o'sha o'rganib chiqadi menimcha. Endi hozir 5 tali himoyachi bilan davom qilmoqchi. Balkim qayerda o'zgarishlar ham qilishi mumkin. Chunki har doim ham hujumda ham bilishimiz kerak, qanaqa qilishimiz kerak, himoyalanishni ham bilishimiz kerak. Endi ko'ramiz, tajribasi bor menimcha. Endi jahon chempionatida murabbiy sifatida ishtirok qilmagan bo'lsa ham, futbolchi sifatida ishtirok qilgan, chempion ham bo'lgan. O'shaning uchun to'g'ri, bu har xil narsa, o'yinchi bilan murabbiy har xil narsa. Lekin nima kutilayotganini balki yaxshiroq biladi va shunga yarasha tayyorlaydi jamoani. Shundan umid qilamiz va terma jamoaga tabiiyki omad tilaymiz. Hozir bir jamoamiz jahon chempionatida ishtirok etyapti, U17. Kuzatib boryapsizmi? Ismoilov jamoasi. Albatta kuzatyapmiz. Yaxshi o'yinlar bo'lyapti. Albatta kechagi g'alaba yaxshi bo'ldi. Birinchi bo'lim albatta Panamaga qarshi qiynalishdi, lekin ikkinchi bo'limda hammasi joyiga tushdi. Va keyingi bosqichga chiqildi, lekin uchala o'yin ham o'ziga yarasha oson o'yinlar bo'lmadi. Birinchi o'yin ham, ikkinchi o'yin ham, lekin ko'rinib turibdi, biz bolalarda kuchi yetadi har taraflama. Даже Irlandiyaga yutqizgan bo'lsak ham, menimcha biz ko'proq imkoniyatga ega edik, yaxshiroq edik. Irlandiyaga yutqizgan bo'lsak ham, menimcha biz ko'proq imkoniyatga ega edik, yaxshiroq edik. Albatta qaysidir epizodlarda ularda ham ustunligi bor edi, lekin umuman olganda biz yaxshiroq ko'rindik bu o'yinda va imkoniyatlarimiz ham ko'proq edi. Faqat realizatsiya bo'lmadi. Ikkinchidan ularda ham urgan gollari, hatto himoyachilar ishtirofini o'sha o'yinchilarga yaqinroq ushlash kerak edi. Berishdi boshi bilan urish uchun. Albatta yaxshiroq o'shda konsentratsiyani yo'qotmasdan yaqinroq o'ynaganda u epizodlar ham bo'lmasdi. Undan tashqari unaqa katta ularda qanaqadir momentlar ham bo'lmagan. Mag'lub bo'ldi. Bu hech qanaqa emas. Bu murabbiylar uchun, analiz uchun qanaqadir imkoniyat